Koreya tarixan bitta xalq, bitta madaniyat, tili bitta, hatto dini bitta, lekin hozir ikkita, shimol va janub. Bu hodisa qanday sodir bo'lgan? Bunga nimalar sabab bo'lgan? Kelinglar, bugun shu haqida gaplashamiz. Koreya yarim oroli uzoq yillardan beri Choson sulolasi tomonidan boshqarilgan va lekin bu tinchlik uzoqqa bormadi. 1910-yil Yaponiya Koreyani bosib oldi. Bu 35 yil davom etdi. Koreya majburan yapon ismlarini oldi, madaniyatini o'zlashtirdi, ko'cha nomlari o'zgartirildi, odamlarning ismlari o'zgartirildi va koreys tilida gapirish maktablarda taqiqlandi. 1945-yilda Yaponiya Ikkinchi jahon urushida mag'lub bo'ldi. Bu Koreya uchun yaxshilikmi? Yo'q. Shundan keyin Amerika kirib keldi. AQSh va Sovet hukumati Koreyani 38-parallel bo'ylab ikkiga vaqtinchaga bo'lishadi. Vaqtincha. Lekin tarix bunday demaydi. Bu vaqtinchalik hozirgacha cho'zilib kelyapti. 1948-yilda Koreya ikkiga bo'lindi va ikkalasida ikkita prezident saylandi. Ikkala prezident ham davlatni yana birlashtirishni xohlasa-da, boshqa kuchlar, tashqi kuchlar buni xohlamasdi. Shimol kommunistik SSR yordamida, janub kapitalistik AQSh yordamida. 1950-yil 25-iyunda Shimoliy Koreya Janubiy Koreyaga hujum qiladi va bu Koreya urushi. 3 yildan ortiq davom etgan bu urushda 20 dan ortiq davlatlar qatnashgan. BMT va AQSh Janubiy Koreya tomonidan, Xitoy esa Shimoliy Koreyani tarafini olgan. 1953-yil urush tinchlik bilan emas, vaqtincha o't ochishni to'xtatish bilan tugagan. Natija ikkala tomon ko'plab mablag' ham hech narsa emas, ko'plab odamlarni yo'qotgan va chegara o'z holida saqlanib turibdi. 70 yildan ko'p vaqt bo'libdiki, bu davlatlar o'zaro birlasha olmaydi. Bunga sabablar hozirgi o'rtasidagi tafovut. Ikkita davlat ikki xil. Bittasi diktatura, bittasi demokratiya va bittasini iqtisodi bittasidan anchagina yaxshi. Va har yili muzokaralar bo'ladi, tomonlarni isitish bir-biriga va birlashtirish haqida, lekin samarasiz. Chunki bu faqatgina Koreyaning o'zini qo'lida emas, tashqi kuchlar ham bor. Bu Koreyaning bo'linishi nafaqat Koreyaga tegishli. Bu tarix bizga ogohlantiruvchi saboq. Siz qanday fikrdasiz? Bir kun kelib Koreya birlashadimi? Fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring.